Dada, oyi, bu gapimni jiddiy qabul qiling. Bilmadim, men hech qachon dadangni tanlaysanmi yoki oyingnimi degan savolga javob berishni istamagan bo'lardim. Lekin siz meni shu tanlov oldida qoldirdingiz. Meni yetim qilishga haqqingiz yo'q edi. Muddatidan avval ulg'ayyapman va bu menga yoqmadi. Men sizga o'xshamayman katta bo'lsa. Nikoh kuningizda bergan so'zingizda tura olmadingiz. Ammo endi menga ko'proq qiyin bo'lishi aniq. Ko'chaga chiqqim kelmay qolgan, hatto yuragim ishongisi kelyapti. Aqlim kutma deyapti. Haliyam bo'lsa oyim bilan yarashing.